Arab tilida so'z turlari va jumla turlari 60 soniya ichida. Arab tilini o'rganish qiyin deb o'ylaysizmi? Aslida u atigi 3 ta so'z turidan boshlanadi. Ism, shaxs, joy yoki narsani bildiradi. Fe'l, ish, harakat yoki holatni bildiradigan so'z turkumidir. Harf, so'zlarni yoki gaplarni o'zaro bog'laydigan, mustaqil ma'no anglatmaydigan yordamchi so'z turkumidir. Endi esa jumlalarni aniqlashni o'rganamiz. Ism bilan boshlansa, jumla ismiy jumla deyiladi. Fe'l bilan boshlansa, tabiiyki fe'liy jumla deyiladi. Endi esa mana bu ma'lumotga e'tibor bering. Faqat gapning boshiga qarang va jumlani aniqlang. Arab tilini tizimli va yengil o'rganishni xohlaysizmi? Unda biz bilan boshlang.